Ya siz o'zingiz hamisha yaxshi chiqqan va taom hamisha har qanday. Nima uchun? Oshmisan, osh. Bay. Qaranglar, bay. Ey, obunachilar. Ya bu tam boshqa. Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Yana chapana tutib qo'yib ijodda. Bo'lmasa boshladik. Mana fartuğumuz, to'plarni, futbolkamiz kirib qolmasmi? Oh, qani kelinchi bo'lmasa deydi-ku. Mana, endi mana shu 2 kishilik osh. Mana bitta kichkina chinichamizda gurunch, qo'y yog'i, go'sht, piyoz, sariq sabzi, qizil sabzi. Hop, endi mana ular bu ridisga, bunga hop suzma yo bo'lmasa mayonez qilib salat qilamiz. Hop, mana achchu deydi, shakarobga tayyor narsamiz bilan qo'yamiz. Gurunchimiz, zira, no'xat, mayiz, zirh, mana murch. Bu tuxum ham osh pishgandan keyin ishlaydi. Bu sariq yog'imiz bor, damlutganda ishlatamiz. Shu endi mana shu 2 kishilik osh. Qanaqa chiqadi endi buni sizlar baho berasiz. Bu endi qanaqa osh deyishinglar mumkin. To'y osh desa ham bo'ladi. Namangancha chapana to'y oshi. Bo'lmasa biz boshladik. Yer ochib, sabzimizni to'g'rab. Shu hurmatli obunachilar ko'rayotgan bo'lsanglar, bugun ajoyib osh bo'ladi. Haqiqatdan bu oshni yeb ko'rgan inson biladi. Yeb turib men sizga ta'mini aytaman. Ta'mini men o'zi bilaman qanaqaligini, lekin sizlarga nima desa bo'ladi? Qanaqadir qaysidir joylarini o'rganib olasizlar. Musoxon aka, sizga bo'lmasam omad, chiroyli tayyorlashda davom etinglar. Barchalarga assalomu alaykum. Albatta bu kanalni ham qo'llab-quvvatlayapsizlar. Boringlarga shukr sizlarni. Like bosib, kommentariy yozib, kamchiliklar bo'lsa, qanaqa taomlarni yasashimiz kerak, o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Bo'lmasam boshladik. Dumbani shunchasi bo'ladimi? Dumba emas, u yog' u. Mol yog'i. Mol yog'imi? Dumba mana suyga tashlaymiz. Ha, mana bu dumba. Bu yog'i, shu molnikini, ha? O'zini yog'i. Endi piyozni nima qilyapsiz? Ha, shunday turishcha suvga tashlaysiz, ha? Dumbani suyga tashlaymiz. Yashang. Kuzatishda davom etinglar, obunachilar. Bu yog'i juda ham jiddiy ketyapti. Qozonlarimizni osdik. Gaz yoqildi. Ha? Jarayon boshlaymiz. Yog' quydik. Endi yog'imiz sal qiziguncha gurunchimizni o'tib qo'yamiz. Gurunchga ozgina tuz solib qo'yamiz.
Tuz solishning nima ma'nosi bu yerda? Endi tuz guruch holatini zo'r ushlab turadi. Zo'r ishlab berish uchun ha bu faqat. Guruchimiz o'zib tursa, yog'imiz ham qizib bo'ldi. Simichka yog'ini o'ta qattiq qizdirib bo'lmaydi. Endi birinchi piyozdan boshlaymiz. Bismillah. Buni qizartirish shart emas. Yuzurada qizartiriladi. Bunda mashg'ulotga kelsa bo'ldi. Endi navbat bilan go'shtimizni tashlaymiz. Go'shtimizni ham qovurib oldik. Endi bunga birinchi bo'lib qizil sabzi tushadi. Nima uchun birinchi qizil sabzi? Endi sariq sabzi tezroq pishadi. Qizil sabzi solishadi-ku, mana to'g'risi ko'rib o'rganganman. Katta povurmassiz, ha? Umuman povurmasman deydi-ku. Hobbi. Lekin qo'lingiz shirin. Hamma ovqatni qilasiz. Shuning uchun obunachilarga ham ko'rsatyapmiz. Bekorga chapini povurmassiz-da. Kutilmagan narsalar. Oldinda hali. Qizil sabzini 2-3 minut qovurib olamiz. Qovurib oldik. Endi sariq sabziga olamiz. Endi buni chiroyli sabzi o'lguncha 10-15 minut qovuramiz. 15 minutcha qovurdik, chiroyli qilib. Endi jarayonimiz davom etadi. Endi bunga no'xatini solamiz. No'xat solamiz. Endi no'xat tevasiga mana qo'y yog'imiz bor, maydalangan. Qo'y yog'imizni solamiz. Solib, no'xat yoniga solsak, no'xat zo'r pishadi. Endi zira olib, ziramiz. Tuzni iloji boricha mashg'ulotga solinsa yaxshiroq bo'ladi. Qovurtganda taqir berib olish mumkin. Mana endi tuz. Bu tayyor bo'ldi. Endi gurunchingizni miqdoriga qarab mo'ljallab suv quyamiz. Suvni faqat sovuq suv quying. Примерно hozir qancha quydingiz? Ko'z mo'ljal quydingiz. 450 gramcha suv quydim. 400. Yo'qki, bu kichkina oshga 300 gram, 400 gram oshga ko'proq suv ketadi. Misol 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo damlanadi-ku. Unga o'ta oz ketadi. Misol 30 kiloga 5 litrcha suv yetadi. Gurunch holatiga qarab. Ammo mana kichkina osh qilish juda qiyin. Buni ko'pchilik biladi. Misol 300 gram, yarim kilo, 400 gram osh qilish juda murakkab.
Kattadan ko'ra qiyin, ha? Ha, kattadan qiyin. Kattada oson. Oshimiz qaynaguncha endi biz bu yerda mana akroshka qilamiz, shakarop qilamiz. Oshga salat tayyorlab turaman. Osh qaynaguncha. Bo'lmasa boshladik. Mana oshimiz me'yorga yetdi qaynab. Endi gurunchi mayiz-payizlarimizni solamiz. Birinchi mayiz solamiz. Mayiz boya chayqab suvni qo'yganmiz. Buni solib. Bunun ichida hammasi bor. Buni zirh, kishmish deydi shekilli. Kishmish, zirh, murch hammasini chayqab suvga yutib qo'yganmiz. Tayyor. Endi gurunchimizni suyni to'kib bismillah. Gurunchi. Endi mana shu holatda 10 minut temay turiladi gurunch so'gandan keyin. Gurunch so'ganda temay turish kerak. Gurunch bir-biriga yopishmasdan chiroyli bo'lish uchun. O'zini turib suyini topib oldi. Endi buni sekin buzamiz. Buni qilishdan maqsad gurunch hammasi bir xil pishish uchun. Ko'rsam, qo'shuvdim-da, qilsam o'zi tugab qo'yibdi. Gurunch oldida. Lazer iminda shunday pishiriladi. Haqiqatan donlarini qaranglar. Yirik turibdi-da. Hali bu don pishib ham olish kerak-a? Bu qanaqa holatda bilinadi bu donni endi yetilganini? O'zi ko'z o'rgangan. Xudo ko'rasa mana. Hali bu bor, hali anchagina bor. Yetilsa o'zi bilinadi. Obunachilar 2 kishilik shakaroplarimiz mana tayyor. Akam o'zi tayyor qilib qo'yibdi-da. Shuni solib aralashtirsak bo'ldi. Mazzada. Musofirda ko'rayotganlar juda ham yegili kelib ketayotgan bo'lsa kerak. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Mana o'sha Musoxon aka tayyorlab bo'pti-da. Gurunch yetildi. Endi buni qayerdan bilyapsiz yetilganini? Mana. Ko'zam, qo'lam sezadi-da. Endi buni damlaymiz, to'plab. Bismillah. Yetilsa mana shunaqa bo'ladi. Hop, damlashga tayyorgarlik. Mana endi bo'ya so'ritganding-ku. Nima uchun bu teshilib chiqiladi? Kimdir bilmaydi balkim, kimdir biladi. Bilmayman, rost. Mana bu yerga undoq qilinmasa yo'q solaman. Ha, mana tam.
Mana sariyog' qo'shyapti-da, hurmatli obunachilar. Sekin oqib o'zi ta'mi shu ichiga kiradi. Sariyog'ni soldik. Hop, Endi o'sha yerga zira solamiz. zira. Keyin aralashganda o'zi me'yoriga yetaveradi. Yog' bilan o'zi mana zira ham yetilib oladi o'zi. Endi buni mundoq qilib Yopib qo'yasiz. qo'yib kamtob qo'yamiz. Ajoyib. Shuni yaxshi bilinglar, manaqa tarelka qolasizlar. Tarelkamda ezib qo'yiladi. Mana keyin shundoq qilib yopib 25 minut, yarim soatda osh pishadi. Bo'lmasa kutamiz. Akaroshkani ham mana tayyorlab qo'yibdilar. Indamasdan biz bilmadik ham, ya'ni men bilganim yo'q. Endi oshimiz hozircha mana dam yeyapti. Uji otsalar kerak. Ochamiz. Ha, ochasin. Mana Oshimiz pishdi. pishdi. Xudo sharmanda qilmang. Ya siz o'zingiz hamisha yaxshi chiqqan va taom hamisha har qanday. Nima uchun? Bilmayman. Har safar har xil vkus. Har safar har xil zo'r vkus. To'g'risi gap. Ochilish. Bismillah. Ochdilar. Ana osh. Mana. Oshimiz tayyor. Gurunch ko'rasizlarmi? Qani? Mundoq qo'yamiz. Ana. Ana. Oshmisan, osh. Bay. Mana tayyor oshimiz mana. Bo'larkan-ku. Mana. Kelinglar, obunachilar, kelinglar. Bosh yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Buni men aytayapman. Sal yog'i silqsin. Solamiz. Keyin solamiz-a. Solamiz. Buni baribir qanaydir siri bor-a? Endi sirlari bor, ozgina osh damlash sirlari bor. Ha, endi qanday sir? Bu yerda hozir aytib o'tildimi, ko'rsatib o'tildimi? Deyarli hamma narsani? Yo'q, jiddiy qo'yib ketdi. Unday demang, hozir obunachilar diqqat qilib qolishadi. Men tayyorladimmi, bunaqa chiqmadi-ku deyishadi. Bo'lishmadi, o'rgataman. Ana, o'rgatar ekanlar. O'rgataman. Damlash jarayonida jiddiy sir bo'lish kerak-ku. Ha. Shu damlash. Yo, deyarli hamma narsani ko'rsatdik lekin. Sir ko'rmagan joyi. Sir yo'q bu yerda. Hazillashyaptilar akam. Sir yo'q. Ko'ringlar-chi, shunaqa ozgina osh. Shu hazillashyaptilar. Sir bu yerda bor deb hazillashyaptilar. Sir hali dininglar bor. Lekin, bu yerda sir sinoat yo'q. Oshlarimiz juda ham zo'r chiqdi. Videoda ko'rsatgandek qilib yasanglar. Juda ham ajoyib. O'zbekona tovoqlarda, paxta gullik tovoqlarimizda bedana tuxumlari bilan mana. Lekin bedana tuxumlar bilan qilmasdik shu paytgacha. Bugun endi bir sizlarga ko'rsataylikda bir ajoyib, bir boshqacha ta'm bilan oshi tayyorlandi. Kimda kim bu oshni tayyorlab, vkusi o'xshagan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Hurmatli obunachilar, endi o'tirdim. Sizlarga vkus qanday bo'lganini aytaman. Albatta, sizlar ham uyda tayyorlab ko'ringlar. Bismillah deb birinchi choyni quyib olamiz, har doimgidek. Choylarimiz yana bir vkus. Bu yerdagi sirni ham keyingi videolarda aytib o'tamiz. Olinglar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shakaroblarimizni aralashtirib olamiz.
Tuz solganmisiz shef? So'ganman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Endi bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bolgarskiy bor, piyozlarimiz bor. Hamma narsalar xullasi aralashtirilgan. Yanada vkus bo'lish uchun. Bunday shakarobni ham yoqtiradigan insonlar bor. Toshkentda achchucho deydi. Ya'ni katta to'rg'aladi. Lekin bizda mana vodiyda asosiy mana shunaqangi holat qilib qilinadi. Bu vkus boshqa. Bu vkus boshqa. Hali biz kelgusida boshqa nimalarda qayerlargadir borib turib qilishimiz mumkin. U narsalarni ham hali ko'rasizlar. Keyin bu kelgusi videoyimizda sal boshqacharoq plov bo'ladi. Ya'ni Kovatakidan hozir chiqqan payti o'sha Kovatakidan qilib yasaymiz. Bugun yasamoqchi edik-ku, lekin u narsani keyingi videoga, ya'ni keyingi osh jarayoniga tayyorlab qo'ydik. Qani bismillah deb birinchi mana shakaroblarimizni bunday qo'yib olamiz. Birinchi qo'yib, endi bizniki jaydar video. To'g'risi gapda. Bismillahirrohmanirrohim deb olamiz. Mana qaranglar, bay. Ey, obunachilar, gurunchi turishini qaranglar. Dikkillab turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bitada sezilmadi. Chunki shakarop aralashganligi uchun hozir ikkinchisi aytaman. Ya bu tam boshqa. Nega bilmayman. Balki qanaqadir sirlari bordir. Har doimgi oshlari har qanday chiqadi. Ya'ni bu safar bu vkus bo'lsa, keyingi safar boshqa vkus. Keyingi safar yana boshqa vkus. Qo'ldan kelganicha kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zbek guruchlarida ham qilishga harakat qilamiz, keyin dezerda ham qilishga harakat qilamiz. Qanday oshlarni qilishlarini aytsanglar, qilib boramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, haqiqatan osh zo'r chiqibdi. Mazza. O'zingiz yeb ko'rsanglar bilasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha qo'llab-quvvatlayotganlarga mingdan ming rahmat aytaman.